Qo'limdagi pichoq bu molni so'yadigan yoki qo'yni so'yadigan pichoq emas. Bu pichoqimiz otlarga va mollarga tuyog'iga shakl berish uchun ishlatadigan pichoqimiz. Buni yoniga esa diskamiz. Buni asosan tuyoq bilan shug'ullanadigan vrachlarimiz to'g'ri tushunadi. Bu asosan tuyoq mollarni tuyog'iga shakl berish uchun ishlatiladi. Bu ham buni turlari juda ko'p bo'ladi. Misol uchun bu temirli ishlatiladi. Buni alyuminiysi bor, keyin g'adir-budurlisi bor. Buni turlari juda ko'p. 10 dan ortiq turi bor. Bizning mijozimiz buni so'ragani uchun biz buni yetkazib beryapmiz. Xo'p, litrlik azot bochkamizni buni assimilyatorlar zo'r tushunadi. Bu uchala mahsulotimizni Bo'ka tumaniga Abduvahhab akamizga dastavka qilib beryapmiz. Kimga shunaqa tovarlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Pastda telefon raqamlarimiz bor. Bu narsalarni sizlarga yetkazib beramiz. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.